Assalomu alaykum aziz sirdaryoliklar. O'tayotgan 2025-yil qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha viloyatimiz uchun juda ham bir barakali dehqonchilik yili bo'ldi desam juda ham to'g'ri bo'ladi. Chunki 2025-yil bo'yicha qishloq xo'jaligida eng bir barakalik, eng serhosil yil bo'ldi. Paxtachilik bo'ladimi, g'allachilik bo'ladimi, qishloq xo'jaligining boshqa yo'nalishlari bo'ladimi, bu masalada dehqonlarimiz o'z oldilariga qo'ygan maqsadlariga asosan erishdi. Bunday ko'rsatkichlarga erishishimizga birinchi navbatda davlatimiz rahbari tomonidan viloyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun imzolagan Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jalik sohasini yangi yondashuv asosida rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 198-qarorlari muhim ahamiyat kasb etdi desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Mazkur qaror bilan viloyat qishloq va suv xo'jaligida, chorvachilik, dehqonchilik yo'nalishlarida bir qator vazifalar va imtiyozlar va yo'nalishlar belgilab berildi. Shu o'rinda butun Sirdaryo ahli nomidan hurmatli prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shuning bilan bir qatorda shu qaror asosida tajriba tariqasida viloyatimizdagi barcha ekin yer maydonlarining elektron xaritasi ishlab chiqilib, 239 ming gektar qishloq xo'jaligi yerlari to'liq raqamlashtirildi. Endilikda barcha hisob-kitoblar, ekinlarni joylashtirish rejasi shu elektron platforma asosida tahlil qilinmoqda. 2026-yilda ham oldimizga birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ya'ni aholimizga arzon, sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib berish, yangi ilg'or agrotexnologiyalarni qo'llash, suvga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish, qishloq xo'jaligini yanada chuqur raqamlashtirish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni o'zimizga bosh maqsad qilib olganmiz. Kelgusi yilda viloyatimizda 12 ming gektar yaylov va bo'z yerlarni sug'oriladigan ekin yerlar toifasiga o'tkazishni maqsad qilganmiz. Bu ishlar to'liq investorlar mablag'lari hisobidan amalga oshirilib, 643 milliard so'mlik byudjet mablag'lari iqtisod qilinadi. Shuningdek 432 milliard so'm qo'shimcha qiymat hamda mingdan ziyod ish o'rinlari yaratiladi. Viloyatimizdagi 60 kilometr kanallar, 12 kilometr kollektor drenaj tarmoqlari quriladi va rekonstruksiya qilinadi. 675 kilometr kollektor drenaj tarmoqlari, 206 kilometr kanallar, 291 ta gidrotexnik inshootlari va 291 ta gidropostlar ham to'liq ta'mirlanadi. 2026-yilda Guliston shahridan o'tgan Do'stlik magistral kanalini 3,5 kilometr qismi betonlashtiriladi. Shuningdek, 96 ming gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarimizni joriy qilamiz. 27 ming gektar tomchilatib, 6 ming gektar yomg'irlatib, 2 ming gektar diskret hamda 6 ming gektar ko'chma egiluvchan quvur va egatga plyonka to'shab sug'orish texnologiyasi joriy etgan holda 55 ming gektar lazerli tekislash ishlarini amalga oshiramiz. Natijada viloyatimiz bo'yicha 400 million kubometr suv tejalishiga, hosildorlik esa 15-20% ga oshirishga erishmoqchimiz. Bulardan tashqari 1000 kilometr uzunlikdagi ichki sug'orish tarmoqlarini betonlashtiramiz. Ya'ni fermerlarning ariqlari nuqtai nazaridan gapiryapman. Undan tashqari bugungi kunda yopiq drenajga o'tkazish bo'yicha tegishli hisob-kitob ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Viloyatdagi 220 ta meliorativ kuzatuv quduqlariga dayver uskunalari o'rnatiladi. Nasos stansiyalarimizni davlat xususiy sherikchilik shartlari asosida
boshqaruv amaliyotini kengaytiramiz va kelgusi yilda jami 44 ta nasos stansiyalarining 28 tasini, ya'ni 64%ni xususiy sherik boshqaruvga bermoqchimiz. Kelgusi yilda paxtachilik va g'allachilikning hosildorligini oshirish bo'yicha ham katta keng marralarda olganmiz. Muhtaram Prezidentimizning shu yil 9-dekabrdagi paxtachilik va g'allachilikda hosildorlikni oshirish uchun yuqori samarador intensiv agrotexnika texnologiyalarni qo'llashning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hurmatli Prezidentimizning ushbu qarori bilan 2026 yil uchun asosiy maqsadli ko'rsatkichlar aniq belgilab berildi. Kelgusi yilda paxtachilikda hosildorlikni 50 sentrdan oshirish, g'allachilikda esa 100 sentrga yetkazish bo'yicha chora tadbirlar belgilab olganmiz. Joriy yilda paxtachilik bo'yicha Xitoy tajribasi asosida paxta ekin maydonining 22.600 gektar, ya'ni 31% Shinjon paxta yetishtirish texnologiyalari usulida amalga oshirildi. Kelayotgan yil esa 50.000 gektarga, ya'ni 69%ga ushbu ko'rsatkichni yetkazamiz. 2027 yilda esa Sirdaryo viloyati to'liq, ya'ni 100% paxta maydonlarini Shinjon agrotexnologiyasi usulida yetishtirishni ta'minlashni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shuningdek, zararkunandalarga chidamli, yuqori hosildorlikka ega 64.000 gektar xorijiy g'o'za navlari ekilib, hosildorlik 52 sentrdan oshiriladi. 2026 yil hosili uchun 65.000 gektar g'alla maydonlaridan 45.000 gektarda 70%ga ekilgan urug'lik donlarini sovutgichli omborlarda tinim davriga o'tash uchun vernarizatsiyaga qo'yilib ekildi va natijada qariyb o'rtacha hosildorlikni 91 sentrga yetkazishni oldimizga vazifa qilib belgilab oldik. Chorvachilik va parrandachilik sohasidan 90 ta loyihalar ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Jumladan yiriklariga to'xtaladigan bo'lsam, Yashil ferma MChJ tomonidan loyiha qiymati 165 million dollar bo'lgan 12 million bosh jo'ja yetishtirishga mo'ljallangan katta kompleksi qurilishi boshlanadi va birinchi navbati ishga tushiriladi. Buning natijasida 500 nafardan oshiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuning bilan bir qatorda Bayovut tumanida Bayovut Milk korxonasi tomonidan 10.000 boshga mo'ljallangan chorvachilik kompleksi tashkil qilinadi. Bugungi kunda tadbirkor tomonidan Xitoy davlatidan 1000 bosh zotdor qoramollar keltirilgan bo'lsa, kelgusi yilda qoramollar bosh soni 10.000 taga yetkazish choralari ko'riladi. Shuning bilan bir qatorda Guliston va Sayxunobod tumanlarida Angliyaning United Grain Group korxonasi 250 million AQSh dollari investitsiya kiritib, 20.000 boshga mo'ljallangan chorvachilik va sut mahsulotlarini chuqur qayta ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish bo'yicha investorlar bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Barcha hududlarda 2700 gektar sun'iy suv havzalari intensivlashtiriladi. Bularning hammasi amalga oshirishi natijasida oziq-ovqat sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni 4.2 trillion so'mga, ya'ni o'tgan yilga nisbatan 107%ga o'sish erishiladi. Meva sabzavotni qayta ishlash darajasi 19%ga, go'shtni qayta ishlash 32%ga, hamda sutni qayta ishlash 13%ga yetkazish choralari ko'riladi. 2026 yilda 324 ming tonna quvvatdagi 54 ta oziq-ovqat, 15 ming tonna quvvatdagi bitta agrologistika, 2,5 ming tonna quvvatdagi 3 ta sovutgichli omborlar ishga tushiriladi. Klasterlarimiz tomonidan qiymati 276 milliard so'mlik 4 ta loyiha ishga tushirilishi hisobiga qariyb 1000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi.
hududlarda 210 million AQSh dollari miqdorida meva sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshiriladi. Kelgusi yilda 1068 gektar yaroqsiz, iqtisodiy samarasiz bog'lar o'rniga yangi bog' va tokzorlar barpo etishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Yangi zamonaviy, yuqori unumdor 430 dona texnikalar sotib olinadi. Hurmatli sirdaryoliklar, 2026-yilda qishloq xo'jaligi sohasida 17 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati 104% ga yetkaziladi. Sohada 2026-yil davomida 55 ming nafar doimiy va mavsumiy ish o'rinlari yaratiladi. Men o'ylayman, mana shu 2026-yil biz sirdaryoliklar uchun qishloq xo'jaligi sohasida keskin burilish yili bo'lishi kerak. Men shunga ishonaman va biz barchamiz birgalashib mana shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mana qishloq xo'jaligini haqiqiy daromad keltiradigan sohaga aylantirish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'riladi.